aka, o'zingizni monitoringiz ham yaxshi, tuppa-tuzuk ishlab turibdi. Tez modeliga aloqador monitor-ku aka. Nima keragi bor buni yechtirib, buni qo'yib nima qo'yasiz-dan? Men xullas Chazorga chiqdim. Chazor BYD da bilasizlar, monitori katta, ishlatishga qulay. YouTube, kino, bolalar o'tirganda ham mana bir nimani qo'yib qo'ysangiz, ana uzoqroq yo'llarga maza qilib mana monitorni tomosha qilib ketsangiz bo'ladi. Xullas buni ekranimdan ko'nglim to'lmayapti. Bir reklamangizni ko'rdim, katta 12,5 dyumli monitor sotuvga chiqardi. Ana o'shani qo'ygim kelyapti deb kelgan ekanlar. O'zlariga tez mana yechtirib ketdilar. Razmerini endi sizlarga jat solishtirib bera olmayman. Bu xullas 9 dyum bo'ladigan bo'lsa, bu 12,5-13 dyum atrofida. Kattaligini qaranglar. Ishlashlari qulayliklari va zo'r. Bemalol YouTube'larni ishlatib, fleshkani ham chiqarib qo'ydik mana. Fleshkalarni yozib oladilar, bemalol ikkita fleshka tiqib olganlar, o'zlarida kinolar bo'lsa, bemalol ishlatsalar bo'ladi xullas. Mabodoga shunaqa katta monitorlar kerak bo'lsa, kelinglar, oyligini ustonovka qilib, seriz modem orqali YouTube'larni ishlatib, narsalarni bemalol yo'lda ketayotganda ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bu unaqa monitorlar bo'yicha bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomer yozib qoldiramiz. Bu videoni Cobalt bor tanishiga yuborib qo'yinglar. Aytgancha, bu faqat Cobalt uchun emas, xohlasanglar Spark, Nexia 3, Gentra avtomobillarga ham qo'ysanglar bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib qo'yamiz. Like bosish esingizdan chiqmasin.